ikki tarafga. Yonmaydi bu televizoriz. Bugun Abduqodir Husanov o'ynaydi. Sotish kerak bu televizoringizni. Nima? Ertalab to'r bilan turasan, kuyna bozorga. Sotib kelasan. Dada siz zamonda orqaga qo'yganmisiz, o'zi blogerlar chiqqan, bitta reklama qilasiz, sirrasini sotib beradi. Yo'q. Aniq shuni reklama qilish kerak. Mana shu zakonni qilib reklama qilib bersangiz, klient chiqsa biz sotib buni mana qilib. Lekin ana xizmatni Pulini sirasi. ishlar o'zimiz sirasi zakonni qilib joyiga qo'yaman. Qizlar yigitlar, bugun bizda ne обычный reklama. Mana bu yerda televizorni ko'rib turibsizlar. Bu televizor sotiladi. Bunga примерно yokida 3 yokida 4 asr bo'lgan. Xolos ota-bobolarimizni ko'rib qo'ygan televizor. Narxi 500 ming tanga keltirlarga joy bor. Ichida pastavkacha bilan mana bu antennachani prosta takka qo'shib beraman. Tuberkuloz bo'lganmisiz? Muncha aytolabsiz siz. Pulni bering deyapti. Ha, pul. Mana. Menga ham bering dada. Mana ekan, qarzimdan bering. Mana. Ana shu pulga men chin yurakdan rozi. Ko'p bo'lsa ham qaytarib berish shart emas. Ama Kijon stories стоит $350. Mahkim berasan. Mana singlim, biz siz bilan reymi? Darashotda kim video qo'yilmaydi. Yo, o'zi shuni ham qo'yib o'tirmang, Telegram ketyapti-ku o'zi. Antena qolganda. Antena. Tushunarli dada qo'paring. Yo'q, bana bobom. Mana toza bo'ldi stakan. Vaqtida artib qo'yish kerak edi-da. Etika, estetika degan narsalar bor. Atmosferasi ham g'alati ekan-ya, qizlar. Qolgan ovqatni sabay qilib solib beraymi? Biz saboy olib ketadigan qizlar emasmiz. Qanaqa atir tepgan bu o'zi? Fusi bormi? Comfort Plus chaqiringlar qizlar. Yaxshi boringlar. O'zi kvartirang molxondan battar ekan. Nima ko'chaga chiqib model yasaysanlar? Siz bizning uyda? Mana bu changalzor tozalab qo'y, keyin atmosfera tanlab chiqar. Barmoq qo'yadi. Bonka qolsin, bonka, ey. Sanlar o'zi madaniyat tark etgan ekan, nimaga menga etika estetika deysan sen? Men Navruzga tayyorgarlik ko'ryapsizlarmi? Bug'doy ekdingizlarmi? qizlar qaysi biri navbat yedi bugun yuvish? Fuqsaqiga san gapirmagin, hay. Bir-birlaringiz kiyimlaringiz kiyishlaringiz ma'qul emasmi? Biz bir-birimizni kiyimimizni kiymaymiz. Qaranglar, farqi bo'lmaydi-ku tentaklar. Yalanga yo'q jakuy, tur, xon taxtaga o'tib ovqatlan. Yo'q. Nima, zakol deydi bu? Mani murabboyim. Meniki. Jahlimni chiqarma, asabimga tegma. Ya o'zi bitta murabbochiga urush qilayotganing yana saboy olib ketadigan qizlar emasmiz-a? Yumron qoziqchalar. Ma'lumot uchun aytaman, kir sovun bilan pastda yuvib bo'lmaydi. Ko'pirsa bo'ldi-da, bo'ladi. Bo'ladi, to'g'rimi? Ana bo'ladi deb ko'rdingizmi? Hey! Mana Milod Davlagrolting tashkil yeb bo'lmaydimi-ni? Svejiy bu 52 oy bo'ldi. Restoranga 300 ming 400 mingga ovqatlangancha 100 mingga maxsus transport chaqirib mana musuldan berib yuborlaring. Buncha kulding, o'zing uying bormi? Men Xonsaroydan uyim bor. Qanaqasiga? Xonsaroyda Toshkentdagi Xonsaroy afsonasi loyihasidan uy xatsa boshlang'ich to'lovni 3 ga bo'lib to'lasa bo'ladi. O'shani xat qilganman. Ko'chaga chiqib dunyo go'zalini yoqqancha ozgina uyingga yig'ishtirib qo'ylaring, farzandchalar. Voy uka, men sizni tushimda ko'rganman. Juda muhim tush aytmasam bo'lmaydi. Tush suvga aytilmasmidi? Yo'q, o'zingizga aytishim kerak uka. Hayot-mamot masalasi. O'ldi, yangi biznes boshlab qo'ydim. Ish qilibgina yaxshilikqa bo'lsin. Ha, ayting. Xullas tushimda so'qatib ketyapman. Yuring, ko'p gapiraman, yuring. Xullas tushimda siz. Men Siz. Xo'sh. Baribir so'qat ketyapman, ustim yupqada. Aytsangiz bir sekundda vaqtingiz ketadi. Sovuqda o'lib qolmaysiz-ku. Aytmasangiz aytmang, qiziqmas. Nahotki sizga oilangizni kelajagi qiziqmas? Tush, siz va xotiningiz haqida. O'ldi, xotini yaqinda pravogan. Mashinada minib chiqib ketdi. Jiring opa, kiyim abiraman, keyin aytib berasiz. Jiring. Kakras hozir Indinimning barcha filiallarida ayrim mavsumiy kiyimlarga 10% dan 40% gacha chegirma e'lon qilinibdi. Masalan, 199 ming bo'lgan bunaqa chiroyli kardiganlar 169 ming, 109 ming bo'lgan amerikankalar 89 mingga skidkaga tushibdi. Ikkosidan ham olaman. Hayajonlanib tushingizdan chiqib ketmasin. Yana 429 ming bo'lgan plashlar 379 ming. U ham mayli, 399 mingdan bo'lgan paltolar 159 mingdan bo'pti. Uchosidan ham olaman. Opa sovqat ketdim deb 3 sirama kiyim oldingiz. Men bir siramasiga to'layman. Ukajon, men tushimda ko'rgan narsa xotining bilan ajrashib ketishingga sabab bo'lishi mumkin. O'layin, xotin Telegramda tutgan. Bo'ldi opa, mana jaket plashdan ham abiraman. Avval 399 ming bo'lgan ekan, skidkada 349 ming. Faqat tushda aytib bersangiz bo'ldi. Mana.
Mana opa 3 sinema kiyim aldim. Endi tushda nima ko'rganingizni aytib bering. Xullas tushimda siz, Men. menga indinimdan 3 sirama kiyim alibsiz. Bo'ldimi? Buni xotinim bilan ajrashib ketishimga nima aloqasi bor? Ha 3 sirama kiyimi begona ayolga alibganingiz xotiningiz bilib qolsa bormi? To'chni ajrashib ketishi mumkin. Davay, shuning uchun bildirmang. Tush deb tushirib ketdik-ku bu. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin. Bunday befarosat xotin olamda yo'q. Dazmolla, mana uni ishga kech qolyapman. Mol. Romantika qilishni ham bilmaysiz. Tepanot senga sovg'a bor. Romantika qilmoqchilar shekilli. Bittadan quyosh chiqdi. Voy, bardachokni och. Bagajni och. Voy. Ashini ko'tarib uyga olib kel, xotin bilasanmi, belimda grija bor. Grijasi qursin, yashamaylik ekanda. Senga romantika kerakmidi? Sen bilan romantikani birini qilamiz, xotin. Titanikni ko'ramiz. Titanikda trenddagi suv Flavis bilan ko'ramiz. Ya'ni sen xohlagan ta'mi anorligi 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Trenddagi suvda bu xotin. O'zingizga olmadingizmi? Ha, kinoyini ko'r. Sigma boy. Uka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hozir yerdan erim bilan birga o'tamizda. Internetlarda bitta video moda bo'lib ketdi-yu. Mana buni erimga berasiz-da, xotiningizga mana shu gullab bering degandek qilasiz. Ha, bo'ldi, xo'p. Nima? Sen erkak kishiga gul beryapsanmi? Voy dadasi. Ha, senda qala ko'payib ketdi. Voy dadasi, urmayman, beruvdim gulni. Nima? Sen hali erkak kishiga gul beradigan bo'lib qoldingmi? Ha? Kel. Mahallani obodonchiligiga qarash qo'yyag'ilar. Hay, shuni ham ayam qo'yasizlarmi? Gökteki güneşin yerdeki hali ona sorsam fıstık gibi. Yedilar beni. Nima bo'lgan? Yutdigan. Hey! Futbol desa jonlaringni berib yuborasanlar-a? O'sha qo'lni uyingga ikkita non ko'tarib kirami? Yo'q. Ma bo'lmasa, o'sha Mbappe ukam sovqatibdi deb ko'tingga gamaja berami? Yo'q. Ma bo'lmasa, o'sha Husanov senga yordam qilami? Ha, sindoshim bo'lgan, doim yordam berib kelgan. Ma bo'lmasa, sol bo'lmasa, fiskal Barsa davay. Ha, Andijondagi Psimansani ko'chasidagi Ankaloggan ro'parasiga Dennis mebelga keldim. Ha, endi uylangim keldi-da. Qallama menga kelmasang bo'lmaydi, uylanib yoradigan mebellar bor ekan. Ha, qo'yag'i texnikalarni chet eldan olib kirishar ekan. Dermesda hamma mebellarga 30% gacha chegirma ketyapti-ku. Dermesning mebellarichi Turkiyaning mebellari bilanchi adimadi solishib ham qo'yaverar ekan. Uyingga olib borib o'rnatib ham berishar ekan. Hozir o'taman qo'yag'i. Ha, uylanaman deb mebel ko'rgani keldim. Hozir qaytyapman, bo'pti. Boshqa musiqa yozsam balam. Bemalol. Ya, bo'lmaydi. Ma uka, shu orqada o'tkazib o'tir. Kallangga qo'yag'i. Dadau, darsimni qilishga yordam beraysiz. Yo, bana bobomrod, Sadilo. O'zim kalderga o'qiganki bunga qayerdan endi darsga yordam beramiz. Qarabacham, ikkita alman bor edi meni. Bittasini Sadilloga berdim. Sadilloga pul ham bermayman deyapsiz. Yo, Sadillo unaqa demagan. Sadillo mana xudishini deb. Sadillo, men senga hech majalga qilmayman, jo'rajon, rost aytaman. Agar bo'yoq kerak bo'lsa, tualet to'la bo'yoq olib borib ishlat. Bomrod, mana mendan dadang $200 qarz bor edi. Yo, endi hammaga bitta o'g'lim qoluvdi aytmaganing. Ko'chadagilarni hammasiga aytib bering. Bitta kalongacha olib beraman. Halol halsiga o'xshab ko'chama-ko'cha aytib yur. Mendan qarzi bor deb, ha? Berda-ha. Bermaylar bu kishi pastkudan aka. Ya mana dada masalaga tushuntiraman o'zi. Mana 200 ming pulim bor edi. Qayerdan olding uni? Yo, ogam yo'q. Misolda bu. Misol pisol qilma, qayerdan olding deyapman, ha? Xaladingning ustida 200 ni o'g'irladingmi? O'g'irmatcha. Men o'tkazaman. Urma. Dolobki bu yerda. Tushunmayapsan, ha? Diqqat. Mana bu 2 soatdan beri bitta misolni tushunmayapti. Ishi dadang bilan Sadilloni ikkitadan o'ynashi bor edi. Hay, misol qana? Misol yo'q, prosta bu krisalar o'ynashi bor. O'zinglar. Yo, bana qaramon. Ko'tlaringiz ham ochib ketdilar.
Yo bana babam. Aka mana sizdan 23 ming bo'ldi. Davay. Ha, puluchi. Qanaqa pul? G'alatimsan shep kelgan-u. Kim o'sha? Tanimaysanmi? Yo'q, kim bular? Yibon. Ibon? Bularni gapirtirma ukan. Tinchgina ishingni qilgin tamom. Hop. Ketdi Yibon aka. Mana aka somsa tayyor. Davay. Aka, pulni bermaysizmi? Sen tanimadingmi? Yo'q, kim u? Yibon aka-yu bu. Sinfida birinchi shefi bo'lgan. Sen bunga somsa berishiga dolzhinsan. Nimaga ekan? O, Yibon akani gapirtirma, gapirsa yomon qiladi. Yibon aka somsiz. Bu qacha? Sendviching bormi? Bor aka. Chempion sendvich. Ma'lumot ber, sifati yaxshimi? Sifati вообще zo'r aka. Samarqandda ishlab chiqariladi. Qarshida, Buxoroda filiali ham bor. Hozirgi kunda trendga chiqqan. Mana. Ma'qul, bu Yibon akamga podarka. O aka, bizda podarka yo'q. Pulini berasiz, keyin olasiz. Yibon akamni jahlini chiqaraman. Agar gapirsa yomon qiladi. Ibon akangga qo'shib yorib tashlayman, tushundingmi? Shumi Ibon akang? Sanmi turdi o'rningda? Nima xohlaysan, gapir. Gapir dedim, nima xohlayapsan, eshitmayapsanmi? Gapir dedim. Bermayman deng aka. Yo'naltirding odamni. Tamom, o'yapti, bermayman deng aka. Rashid! Yiqilib. Rashid! Rashid noyangni aytaman, Rashid! Sen meni boshqacha olib kelding, Rashid!